Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayının təşəbbüsü və ərzi bilan 2020 yılı 9 ayının 3 günü Londonda qurulğan Uyğur Sot kollegiyası arqa-arqadan 3 qatam isbat anlaşıqını ötküziş arqılıq 2021 yılı 12 ayının 9 günü London hökümü elan qılıb, Xitay hökuməti Uyğurlarga qarta irqi qırğınçılıq və insaniyyət qarşı cinayət yürgüzüyotudu deb höküm çıxarğan. Şu günü Dünya Uğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim 9 dekabrni Uyğur irqi qırğınçılıq günü deb bekitganligini jakarlagan edi. Dünya Uğur Qurultayının çaqırıqıga asasen 9 dekabr Uyğur irqi qırğınçılıq günü münasibəti bilan bütün dünya miqyasida har xil şəkilki narazilik hərəkətləri elib berildi. 9 dekabr Uyğur irqi qırğınçılıq günü münasibəti bilan Dünya Uğur Qurultayı tərəfindən 7 dekabr nemis tor muhakimə yığını ötküzildi. 8 dekabr günü İngilizcə və ərəbcə tor muhakimə yığınları ötküzildi. 9 dekabr Dünya Uğur Qurultayının orunlaşdırışı bilan Münxenning qaynaq yerlaridan biri bolgan Max Yosef Platz meydanında şu yerdagi Uyg'urlarning ishtirokida namoyish va Xinjiang saqchi hujjatlari asosli mazmun qilingan ko'rgazma o'tkazildi. Nemischa va Uyg'urcha shiorlar va bayonotlar bilan ilib berilgan namoyishda so'z qilgan Dolqin İsa apandi bu kunning ahamiyati haqida to'xtalib, tovaniklarni ifoda qildi. Bunun tesiri yaxşı bulatıdı. Bunun biz sosyal medyalardan köreleyimiz. Tönögünden başlap hemen yapılış nutkumda namayışını digidek nurgulluğun devletlerinin parlament azaları video bilen muşu gününe unutup kalmayı hatırlap Uyghur erkekçisi hatır gününe bayanatlarını bir vatıdı. Halkara matbuatlara çıkvatıdı. Bugün Ukrayna sokuşu halkara matbuatlardan asasiyetin çıkpagan veya ki 5. 6. betdeki bir makala veya ki haber aylanıp kalgan bir vaktin üzerinde Xitay bu fırsatlardan paylanıp bu Uyghur erkekçiliğinin üstünü tamamen yapıp çıkırmatıdı. Şunun için biz bu Dünya Qurultayı bulaylı teşkilatlar olsun Xitay'nın bu aldamçılığına boş gelmesimiz gerek. Bunun tayarlıklarını biz bir kança aydan bu yan kıldık. Tönögünden başlap, bugünden başlap sosyal medyalarda olsun matbuatlar çıkıvatkan dünyanın her kaç yerde yapıvatkan bu faaliyetlerden demek insanların kallısı da, halkara matbuatlarının kallısı da, siyasetçilerin kallısı da, parlamentlerin kallısı da, hükümetlerin kallısı da dünya düşünçlük aylamayıncalık bulavatkan bozumu, uruşlar bulavatkan bozumu ama Uyghur erik kırgınçılığı Xitay oylagan degidek onda yep gitenmeydiğen bir kırgınçılık boğanlığını bunun parlamentlerinin, hükümetlerinin ciddi bir mesele aldı bulavatkanlığını gösterdi. Bunun yeni bir tipik misali Tönögen Amerika hükümeti yani iki Xitay emeldarıga Amerika'daki Uyghur siyasi, Uyghur kişilik hukuk siyasi kanuni ramkisi içinde muş Uyghur erk kırgınçılığı münasebetlik boğan, çetişlik boğan Xitay emeldarıga ceza ilan kıldı. Birisi ili vilayetlik oblastının muavin reisi, muş Uyghur kırgınçılığının baş kumandanlarından biri boğan. Demek muşuna bir vaktin üzde muşu günüge Uyghur erki kırgınçılığının ilan kılınganlığının ki Uyghur sotunun kararının 2 yıllığa ülgütüp Amerika hükümetinin bu kararın çıkışının üzümü demek bu günden biz yapıratkan faaliyetlerinin ahmiyetinin qaysı derece boğanlığının enik bir misali. 9 dekabr Uyghur irqi qırğınçılıq gününü xatırlash münasibəti bilan Qazaqstandakı Uyghur qarindoshlarimiz bir yerga yig'ilib, Sharq Turkiston milliy davası yo'lida shahid bo'lgan va vatanimizda begunoh qirilayotgan qarindoshlarimiz qatab Qur'on tilovat qilishdi. Faoliyat so'z qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi Qahramon G'ojanbardi apandi tovankilarni ifoda qildi. Mana moshini arz degandan isk Jeffrey Nice o'zi xalqaro sud uyushtirdi Londonda. Bir söz aytganda London Uyghur sot kollegiyasi tercümesi Uygurçası mana bu şu. O Uyghur sot kollegiyasi uyushtirdi. 9 sotchidan tudi xalqaro tonilgan Jeffrey Nice o'zi o'z vaqtida Yugoslaviyaning prezidenti Sadir keyin bölünüp Serbiyaning bo'ldi. Serbiyaning prezidenti bo'lgan Slobodan Miloševićni Gaga'dagi sotga tatgan eng asosiy kishi shudir. Şunun bilen bir söz aytganda Qurultay kuch chiqarib bir 500 ga yaqin adam şu cümleden lager şahitleri hujjatlarni yazdı. 30-40 mutaxassislarni topdi ve şu Londondagi sotning idorini cho'ng sot idorasini ijaraga elashdan tortib
ekiliş, mehmanxonalar hammasi pulni o'zi ko'tadi. Sotchilar Jeffrey Neys boshliq pul olmadi. Shuning bilan 2021-yili 20 sentyabrda boshlandi. 21-yili birinchi sot iyunda bo'ldi, ikkinchi sot sentyabrda bo'ldi, uchinchi sot 27-noyabrda bo'ldi. Qirg'izistonlik Uyg'ur qarindoshlarimiz-mo ushbu kunni xotirlash faoliyati o'tkazdi. Bishkek shahri va uning atrofidagi yezlardan kelgan mali yigit boshlari va jamoat bo'lib 40 ta kishi qatnashdi. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'iziston vakili Ro'zmuhammad Abdulboqiyev riyosatchilik qildi. Yig'inda oldi bilan vatanimizning ozodlik yo'lida qurbon bo'lgan shahidlarga atab xatmi Qur'on o'qildi. Undan keyin peshqadam jurnalist Akbarjon Bovdonov apandi bu kunning ahamiyati haqida to'xtalib, Londonda qurilgan Uyg'ur soti 2020-yildan 2021-yilning oxirigacha 18 oy ichida 100 ming betlik hujjatlarni to'plab, 500 dan ortiq insonning guvohligini elib, 3 qatim sot elib berib, 2021-yilning 9 dekabr kuni sot qarorini e'lon qilganligini, sotning qarorida Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga elib borgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb bekitganligini, qurultayning bu kunni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni deb bekitganligini, 9 dekabr kuni dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'urlarning har xil shaklda bu kunni xotirlayotganligini, Uyg'ur sotining chiqargan qarorining biz Uyg'urlar uchun intayin muhimligini, Dunyo Uyg'ur qurultayining xalqarada elib berayotgan faoliyatlarining nihoyat yaxshi bo'layotganligini, shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultayini moddiy va ma'naviy jihatda qo'llab-quvvatlash kerakligi to'g'risida tafsiliy to'xtaldi. Undan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining Qirg'iziston vakili Ro'zmuhammad Abdulboqiyev Dunyo Uyg'ur qurultayining elib berayotgan xizmat faoliyatlari to'g'risida so'zlab o'tdi. Onundan başqa yana Amerika, Kanada. Assalamu alaykum Dunyo Qassaydagi qarindoshlar. Men Mukarram Qurban. Bugün 12 ayning 9 kuni biz Kanadaning Edmonton shahrida 9 dekabr Uyg'ur qirg'inchiligini xotirlash kuni munosabati bilan bu yerda namoyish qilyapmiz. Bizga qo'lini sallayotganlar bor. Mesela bir tötküçü ağırlıkta adamlar ütüde mağazı kış boğuluşu mağdagalı yok. Hem maşın içinde ama bizge maşinisinin avazı bilen bizge özünün konuğunu bildirgenler var. Bugün hem de 12. ayının 9. günü Uygur kırgınçılığını hatırlaş günü. Yani 2 yılın aldıda Angliya Uygur Sot Kollegiyası tecavüzçü Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'da erkek kırgınçılık elip beriyotganligi ve insaniyetga qarshi jinoyat o'tkazganligini qaror chiqargan bir xotir kun. Hamda 12 ayning 10 kuni xalqaro inson haqlari kuni. Mana bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultayining chaqiriqi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Isoning qilgan chaqiriqi bilan bu namoyishni bugun o'tkazyapmiz. Angliya Australia. Good morning, everybody. I would like to speak a bit. Norvegiya. Şvetsiya. Bu günü biz unutmaymiz, unutuldurmaymiz. Tarixda izi qoladigan bir hayırlı gün. Şuna biz bu sot hükmünün e'lon qilinganligini 2 yıllık xotirasi ve hatta 2023 yıl 12 ayının 10 günü xalqaro inson haqlari kuni bo'lish munosabati bilan Shvetsiya Uyg'urlar jamoati birlikda bu namoyishni o'rinlashtirib kelyapmiz.
Gerçi hava intayın soğuk, harlı da bir yağmadıdı. Şu ziyadaki halk özünki bayramı üçün aldıraçlı yerliklarda basınlarımız çürü ama biz Uygurlar tarixda unutulmaydigan bu 9 dekabr gününü hatırlayıp namoyish qilyapmiz. Ve Yaponiya qatarlıq dövlətlərdəki qarindaşlarımız özlərinin narazılıqlarını və xatırlaş fəaliyyətlərini türlü şəkildə ifadə qildi. 9 dekabr Uyghur irqi qırğınçılığını xatırlaş və 10 dekabr Dünya İnsan Haqlarını xatırlaş günü münasibəti bilan yana Dünya Uyghur Qurultayı vəqfisi və Uyghur Akademiyasını orunlaşdırışda Uyghurca və Türkçe axbarat elan qilish yığınları və tur muhakimə yığınları ötküzildi. Onundan başqa yana hər qaysı dövlətlərdəki Uyghurlarını qollaydigan parlament a'zolari videoluq uçur yollab, Uyghurlarni hər vaqt qollaydiganlıqlarını, Xitoyning Uyghurlarga ilib berayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarni qattiq ayiblaydiganlıqlarını və onu to'xtatish uchun harakatga o'tadiganliklarini ifoda qilishdi. 9 dekabr günü Dünya Uyghur Qurultayının Uyghur irqi qırğınçılığını xatırlash günü, shundaqla BDT irqi qırğınçılıq əhdnamesi ma'qullanğanlığının 75 yıllık xatir günü harpisida Amerika hökuməti Xitoyning Uyghurlarni dəbsən qilish qatnaşqan ikki əməldori bilan uning 3 şirkatiga jazo yurgizgan. Bu Amerika hökumətining 2021 yılı 3 ayda Yevropa İttifaqı, Kanada, Angliya qatarlıq dövlətlər bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi yuqori darajalik 4 əməldoriga jazo yurgizgandan beri uning tunji qitim rayondagi əməldorlarga jazo yurgizishdir. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 8 dekabr e'lon qilgan yozma bayonotida ko'rsatilishicha, Amerika hukumati Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuniga asosan Eli Qozoq avtonom oblastlik Chexi idorasining sobiq boshlig'i, oblastlik hukumatning muavin boshlig'i Gauchi bilan Xitoy markaziy hukumati Xinjiang xizmati rahbarlik guruhi ishxonasining sobiq muavin boshlig'i Hu Lianxega jazo yurgizgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Gauchi bilan Hu Lianxening har ikkisiga kishilik huquqni ig'ir deb san qilishga qatnashish, bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa oz sonliq millat ham diniy guruhlarning xohlagancha tutqun qilinishiga qatnashish sababli 7031 moddaning C tarmoqiga asosan tadbir yurgizilganligi ta'kidlangan. Bayden hukumatining bu qarori Uyg'ur tashkilotlarining qarshi ilishiga erishmoqda. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Isa bu vaqtda fikr bildirib, bu qaror Uyg'urlar uchun tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, bu Bayden hukumatining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatish irodasining bo'shashmaganligini ko'rsatadi ekan. Dolqin Isa apandi yana Amerika hukumati boshchiligidagi g'arb ellarni bu irqi qirg'inchilikning bosh jinoyatchisi bo'lgan Xi Jinping qatorliqlarni jazolashga chaqirdi. Amerika hukumatining jazo tadbiri BDT irqi qirg'inchilik ahdnomasining 75 yilligi, London Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Uyg'urlarga irqi qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat sodir qilganligini jakarlaganligining 2 yillik xotir kunida o'ttirg'i chiqdi. Shuningdek, Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilgan hukumat va parlamentlar ondan oshgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyni Uyg'ur irqi qirg'inchiligi yoki insoniyat qarshi jinoyatdan to'xtatishda qanday ilgirlashlarning bo'lganligiga savol qo'yilayotgan bir vaqtda e'lon qilindi. Buning oldida Dünya Uyghur Qurultayı Uyg'ur irqi qirg'inchilik kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoyni javobgarlikka tortishda o'tgan 2 yildan beri nurg'un ilgirlash bo'lgan bo'lsa-mu, lekin xalqaro jamiyatning diqqati azaygan sari Uyg'ur irqi qirg'inchiligi Xitoy kompartiyasining tashviqoti ostida taxim vahshiy va taxim ochiqashkar davomlashayotganligini ilgari surgan. Dünya Uyghur Qurultayining London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonimning bildirishicha, nurg'un hukumatlar irqi qirg'inchilik ahdnomasidagi majburiyatlardan qachish uchun Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilishdan o'zini qochirmoqda ekan. Shunga hukumatlarning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilishi yanada muhim nuqta bo'lib qolgan. Navbatda Angliya va Germaniya qatorliq ba'zi davlatlarda bir qism parlament a'zolarining hukumatga Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilish haqida besim ishlatayotganligi ma'lum bo'lsa-mu, lekin uning qanchalik unum berishi yanada majhuldir. Angliya parlamenti yuqori palatasining a'zosi Lord Alton ana shu siyosiyonlarning biri. Lord Alton 8 dekabr kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi videoliq bayonotida BDT irqi qirg'inchilik ahdnomasi e'lon qilinganiga 75 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'urlar yana bu qirg'inchilikning qurboniga aylanayotganligini, Angliya hukumatining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilish kerakligini bildirgan. Dolqin Isa apandining ta'kidlashicha, Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatishda boshqa hukumatlarmi Bayden hukumatidan ulgilib, Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish kerak ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida ko'rsatilishicha, Amerika hukumati bu qatim yana Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonunining aloqador moddalariga asosan Xitoyning Uyg'urlarni yo'tkab ishga o'rnatishtirish programmasiga qatnashgan 3 shirkatiga embargo yurgizgan. Bayonotda Zhongyang qanchilik hasdorlik shirkati, Sichuan Jingweida texnologiya guruhi, Anhui Shinya yangi material shirkatlarining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat bilan hamkorlashib, mazkur rayondan elib kelingan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va zulmga uchragan boshqa xalqlarni to'shigan, tutib turgan yoki majbur emgak silish uchun qabul qilganligi bildirilgan.
Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.